Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, xudo xolasa bugun sizlarga mana shu rim ustunlarini ishlab chiqarishni ko'rsatib qo'ymoqchiman. O'zimizda va O'zbekistonda Qo'qonda ishlab chiqarilyapti, ko'rib turibsizlar. Hop, bizda shu 30 ga 30 qilib chiqarilgan. Sifatlarni ko'rib turibsizlar. Hech qanaqangi Xitoyda kam joyi yo'q, xudo xolasa. Mana o'zimizda shunday Qo'qonda ishlab chiqarilyapti. Hop, endi buni qayerdan qanaqangi seriyadan quyapsizlar degan savol ham bo'lishi mumkin. Shuni ham bir qator ko'rsatib o'tmoqchiman. Akalar, mana seriyasini ham aynan iminnoy qilib olib keltirilyapti. Mana ABS degan seriya bo'ladi, bilganlar o'zi bilishadi. Aynan Xitoydikini. Xullas hamma yoq xudo xolasa eng yaxshisidan, eng zo'ridan qilib ishlatilyapti. Ko'rib turibsizlar, mana seriyalar Xitoydan kelgan. Temashitda sexda ishlab chiqarilyapti. O'zi xudo xolasa ancha O'zbekiston bozoriga o'rganib qolishdi, inshaalloh. Kerak bo'lsa akalar aytib olasizlar. Ko'ribsizlar, mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. 90lik 570 61 91. Mana shu eng zo'ri sifatlisan bo'ladi xudo xolasa. Biz buni ustiga mashina chiqarib ham test qilib ko'rganmiz. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Mana tafsilot jarayoni. Matritsasi bo'ladi u. Mana holatda mana yangi tandirdan uzilgan holatda chiqqanini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa ideal holatda. Video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, like dan bosib qo'yasizlar akalar.